Assalamu alaikum Uyghur Heptiligi körürmeleri programımızga hoş geldinler. Mehmet Toxtatoğlu efendi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen hoş geldin. Rahmet. Bu hafta hem muş heptideki kızık noktalardan 4-5 tal sual hazırlagan boptuk. Hem de onda olsa başlap ketemdik. Aldı bilen toxta bir gap. Bugün Türkiye'ninki 30 Ağustos Zafer Bayramı. Türkiye'ninki istiqlallıqının, mustaqilliğinki kapaltı doğan bu günni Çin ko'nglimizdan tebrikleydi. Türk halkının Zafer Bayramı mübarek olsun. Mübarek olsun. Başlap keteylik. Başlayalım. Ötki hafta yani seyşembe günü 27 Ağustos Amerika'nınki devlet xavfsizlik maslahatchisi Jack'ninki Beyjing'da 2 kunlik ziyareti oldu. 29 sagacha. Anikeyin bu ziyaretden nimeler boldu, nimeler değildi mesela. Anikeyin bu bir neçe haftalar avvallar mesela Amerika'nınki, Xitoy'ninki 5 şirketiga cheklim qo'ygandi bilasiz. Bu hem de ma taraftan çekilim koyup durup hem de berip nima qilib ko'rishib bilan munosabatni yaxshilashda gibi nima qilibdi mesela ba'zi yorumlarda hozir yaqinda saylam bo'ldi emasmi saylamga balki saylamni yaxshi o'tkazilish uchun munosabatni yaxshilayotdi mazgillik degandek bir yorumlar bor ekan hamda inkaslarmi buning hamda qanday qaraysiz sizning tushanchangiz qandayroq bir anglab qolgan bo'lsak. Doğru, sen degandek şu ayınki 27'den 29. günügacha 3 gün Amerika'nın devlet xavfsizlik maslahatchisi Beijing'de 3 gün ziyarette oldu. Bu ziyaret tünügün ahırlaştı. Tünügün ahırlaşıp hazır Amerika'ya qaytkan oldu. Hem de bu Amerika'nın devlet xavfsizlik maslahatchisininki ötken 1,5 yıl 18 ayga yetmegen bir vaqt içinde 5. qatim ko'rishişi. Bunun aldıda Bangkok'ta, Vina'da, aşkara yakışırın mehbi halette bular zich kürüşüp geldi. Doğru. Yani bu kadınki kürüşme şu kürüşlerinki devamı ama bu kadın aşkara ve uçuk Beijing'de kürüştü. Hem Xitay'ınki yukarı derecelik rehberleriyle birbirlep kürüştü. Bu kürüşünki ne kadar mühimliğini şu noktadan iskala alaysa. Birinciden Wang Yi bilen 2 gün 11 saat sohbet edip beripti. Doğru. Oylap. Seyşembe, çarşembe 2 gün Wang Yi bilen 11 saat sohbet edip bağan. Peyşembe günü tünügün Xitay'ınki reisi Xi Jinping bilen görüştü. Ondan keyin Xitay'ınki Merkezi Harbiy Komitetinin muavin başlığı bilen görüştü. Demek Xitay'ınki yukarı derecelik rehberlerinin kütübüleşinden mi? Bunun ne kadar köngül bilgenlikini köre alaysan, Amerika'nın devlet işleri maslahatchisi, devlet xavfsizlik maslahatchisi, Xitay'ınki asası yukarı derecelik emandalarınınki hemmesi bilen diğerlik körüşken buldu. Hem de bu qatımki körüşten keyin çıkan neticeye kelsek, asaslığı bu yerde iki narsa deyilyapti hazır medyada. Biri şu Xitoy harbiy qo'mondonlari bilan Amerika harbiy qo'mondonlari o'rtasida qiziq liniya telefoni ta'sis qilish. Ondan keyin ta'sis qilmoqchi. Ondan keyin Bayden bilan Xi Jinping'ninki kelgusi Bayden'ninki 20 yillik vaqti qoldi-ku. Şu vaqtlarning ichida balkim 20 davlat boshliqlar yig'inida bo'lishi mumkin yoki başka bir uçuruşta Biden bilen Xi Jinping'ninki bir araya kelişige bir şarait hazırlaş. Yani de bu hazırki bu yığından çıkan bir neticeler hem de çok. Hem de bu yerde biraz bunun stratejik kısmını ölçsek, bu Amerika devlet xavfsizlik maslahatchisininki Beijing'e ziyaretki berişi ve bu ziyaretninki ötken 10 neçe ay içinde uda elip berilişi 5. qatım uçuruşu.
Bu bizga nimani eslatadi desen Kissingerni eslatadi. Xitoy Amerika munosabatiningki qurg'uvchisi, barpochisi deb qaraladigan Amerikalik siyosatshunos olim va ayni vaqtda Nixon hukumati mu? Nixon hükümeti. Nixon 1971'deki Nixon hükümetininki devlet xavfsizlik maslahatchisi. O'xshash shu Jack Sullivan'ninki nimasiga mansibiga ega bo'lgan bu shaxsninki Beijingga yushurun qatirib yurib, orqa eshik diplomatiyasi orqali Nixon bilan Mao Zedong'ninki ko'rishishini urullashtirgan va shu orqali Xitoy Amerika munosabatininki başlanışıga yo'l ochgan bir diplomatiya usulini bizga eslatadi. Qaraydigan bo'lsak, ayni vaqtda Amerikaninki davlat mudofaa ministrlari, tashqi ishlar ministrlari, Amerikaninki nurg'un diplomatlari bo'lgan ahvol ostida nima uchun davlat xavfsizlik ministri orqa orqali Beijingga berib qatnab yurib bu ishni qilgan desam, chunki oshkora davlat apparatlarida bürokratlik ig'ir, rasmiyatlar ig'ir, ishlarni yaxshi qilg'ili bo'lmaydi. Buning uchun bu ishlarni mushundaq alayda xodim orqali orqa eshikdan urullashtirish bir qadar osonlashtirdi. Bu qatimmi Biden Nixonning uslubini qo'llanib davlat xavfsizlik maslahatchisini bu ishlarni urulashtirishga alayda mas'ul qilgan deyishga bo'ladi. Bu endi Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi munosabatniki strategiyalik, keskin bir holda ekanligini yana bir qatim ko'rsatdi. Odatda qarasang Amerikaning tashqi ishlar ministri bor, davlat mudofaa ministrlari bor, savdo ministri bor. Shu organlar bormay nima uchun davlat bexatarlik maslahatchisi bu ishlarni betaraf qiladi desam, bu yerdagi asosiy masalaninki strategiyalik bo'lganligida, harbiy ishlarga jetilganligida, davlat bexatarligi ramkasi ichidagi ishlarni o'z ichiga olganligida. Bu qatimki suhbatning asosiy nuqtasini vaqtni uzartib o'tmayli, asos nuqtasini ikki nuqtaga yig'inchoqlashga bo'ladi. Eshikasi 3. Xitoy Amerika o'rtasida albatta bakchiq masala bor hozir, ammo buning ichida yurish-turish tez bo'layotgan, kontrollikdan chiqib ketish ehtimolligi har vaqt mavjud bo'lgan 1-2-3 masala bor. Buning biri Xitoyninki Rossiyaga yordam berish masalasi, Ukraina urushida. Bu Amerikani andishiga solayotgan masala, chunki Ukraina urushi uzurgan sari Yevropaninki bexatarligi tahdid ostida. Bundaq ahvolda Rossiyaninki tukishi uchun Xitoyning yordamini kesish kerak. Bu intayin muhim Amerika uchun. Ikkinchi masala Tayvan bo'g'ozi masalasi. Hozir Xitoy taraf Tayvanga to'xtamay besim qilyapti, ig'vogarchilik qilyapti. Amerika to'xtamay Tayvanga qurol setib, ularni kuchaytiryapti. Bu vaziyatni qachongacha kontrol qila oladi? Bu bir qo'rqinchli bir masala. Chunki Xitoy deydi, Tayvan meningki, sen Tayvanni qurollantirma, kuchlantirma deydi. Amerika deydi, Tayvanning mavjud holati hal qilish kerak. Biz bir Jungo siyosatini qabul qildik, ammo Tayvanni Jungo qurolliq bosilishi qat'iy qarshi turamiz. Sen Tayvanga besim qilgan sari men Tayvanning mudofaasini kuchaytirishga majbur. Bunun bilan bu vaziyatni kontrol qilinmaganda urush chiqadi. Undan boshqa Janubiy dengizdagi surkilishlar, Filippin bilan Yaponiya bilan bo'lgan surkilishlar Amerikani bevosita urushga so'rab kelish ehtimolligi nihoyatda yuqori. Amerikaning bu urushga kirgusi yo'q. Xitoyning strategiyalik chekligusi bor. Shuning uchun Xitoyga maqsadlarini aniq deyish uchun diplomatik yo'llardan bekirak, ya'ni media oldida media urush qilgandan bekirak o'ltirib turib, medianing keynida soatlab o'ltirib turib, shunday maxfiy uchrashuvlar orqali bizning maqsad ma'lum, sizning maqsad nima? Sizning maqsad ma'lum bo'lsa, unda bo'lsa buni qanday bir taraf qila olamiz? Masalamiz bor, buni qanday bir taraf qilamiz? Degan nuqtadan
Xitoyga uçurup vermekçi. Xitoyning bevosita o'z quliqidan dardini anglamoqchi va Xitoyga o'zining maydonini ochib ko'rsatmoqchi. Endi mushu jihatlarda Xitoy bilan bo'lgan aloqaninki saqlab qolinishi, dialogining saqlab qolinishi intayin muhim. Çünkü eğer iki taraf otursa da azırak hata düşünüş, bir tarafın hareketine azırak hata mölçerleş görülse uruş partılık getiş ihtimallık var. Çünkü bunu kontrol altında tutuş için Amerikan ve küçüğavatıdı. Daima bu kadın Amerika'nın devlet kapsızlık meselesiyle devlet reisinin tatip emnisinin kütüvakallıkının karaganda daima bu meseleye naiti yüksek ehemmiyet verirdi. Namusçuluk sözü 10 minut tuttu. Yani keyin bir 2 minut bunun yana bir qo'shimcha bir savol bor. Bu endi Uyg'urlarningki nemasiga ta'sir qilamdi yoki bu yig'inda Uyg'urlar to'g'riliq bir narsa deyildimi yoki faqatlam shu bu jiddiychilikni tuzitish uchun ilib berildimi? Menimce bu xil strategiyalik yig'inlarda Uyg'urlarga o'xshash kishilik huquq tipidagi Amerikaningki siyosatida kishilik huquq doirasida qo'lga ilinadigan meseleler muzokara qilinmaydi deb qarayman. Çünkü bu ko'p asosli strategiyalik yuqori tipdagi meseleler. Undaq bo'lsa, nimaga o'tib ketaylik? Keyingi savolga. Aniken mushu dushanba deymi? Ma Xitoyningki nima aeroplani, Charlg'uch aeroplanimi yoki hujumchi aeroplani, Yaponiyaningki havo territoriyasiga kirib bir 2 minutdek tug'an degan, aniken chiqibdi. Aniken bunun qarta Yaponiya o'zining e'tirozlarini bildirgan bo'pti degandek. Masalan bu yerda bu nimani ifodalaydi? Masalan, hozir Amerikaningki bu yerga ko'ngil bilanmayotganligidan nima qilib foydalanib bu yerda o'zininki nimalarni boshqalarni qo'rqitib qilyapti. Bu nimadan derak berdi? Hem de Janubiy dengizda Xitoy bilan Yaponiyaningki Janubiy dengizda hatta Sharqiy dengizda. Janubiy dengiz Filippin, Vyetnam taraflarini ko'rsatsa, Sharqiy dengiz Yaponiya bilan bo'lgan munosabatlarni ko'rsatdi. Sharqiy dengizda bu Diaoyu oroli Xitoy Diaoyu oroli deydi, inglizcha Yaponlar bir narsa deydi. Senkaku oroli deydi. Bu orollarning egillik huquq talash tortishi burundan tortib mavjud. Ba'zida yuqori pallaga chiqadi. Burun davamlıq Xitoy taraf Yaponiya bizningki tavallikimizga hujum qildi deb qaqshaydi. Endi tunji qatim Yaponiya Xitoy bizning tavallikimizga hujum qildi deb qaqshidi. Bu endi nimani ko'rsatdi? Xitoyningki kuchayganligini. To'qinishdan shikoyat qiluvchi tarafdan hujum qiluvchi çekilgıcı tarafga aylanganligini ko'rsatdi. Bu qatim Yaponiyaningki Xitoyningki razvodka aeroplani Yaponiyaningki nimasiga havo tavallikiga so'qinib kirib 26 avgust sen degandek 2 minutdek u yerda aylanib yuribdi. Yaponiyaning kurashchi aeroplanlari darhol havoga ko'tarilib, buningga signal berish orqali ularni qo'g'lab o'tibdi. Bu Yaponiyaningki Nagasaki nahiyasiga yaqin dengiz sohilida yuz bergan ahvol ekan. Endi bu Xitoy Yaponiya o'rtasida yengillik emas, ammo burun ko'pincha Yaponiyaningki aeroplanlari, paraxotlari Xitoy dengiz tavallikiga kirdi deb shikoyatlarni anglaydi. Endi bu qatim Yaponiyadan angladik, Yaponiya buningga norozilik bildirdi, intayin jiddiy Xitoyningki elchisini chaqirtib, buni qabul qilib bo'lmaydiganligini bildirdi. Menimcha Xitoy taraf Yapon tarafini sinab qilyapti. Ular bizningki davlatimiz zaminimizga chiqatin nima qildi? Daxlat taruz qildi. Biz ularnikiga kirib boqaylik, qanday inkas qaytirdi ekan deb. Bayan men degan Jack Sullivan'ninki endişelerinden biri mi şu? Yani Xitoy Yaponiya o'rtasidagi bu xil to'qinish, Xitoy Filippin o'rtasidagi to'qinish, jiddiychilik. Xitoyninki zo'ravonligi, bu yerdagi ittifoqdoshlarninki Xitoyga bir qaytaruv zarba berishini keltirib chiqarib qolsa, avtomatik jangga kirib ketadi-da Amerika.
Şuna To'g'ri. Beijingda Xitoyning tashqi ishlar ministri hatto Xitoyning harbiy qo'mondonlariga shuni aniq dedi deb o'ylayman. To'g'ri. E, Buningki Biz bevosita aloqalasha oladigan telefonlarni nima qilishimi? he, Buningki xato tushunish shuni bo'lmasa. deyman. Yana bizning urushqimiz yo'q, ammo bizning ittifoqdoshlarimiz bilan kelishimimiz bor. O kelishimning ramkasi talabi bo'yicha agar sizlar ularga urush ochsanglar, ular bilan sizlarning o'rtalarida bir urush chiqib qolsa, o chog'da biz urushga majbur kiramiz. Ya'ni To'g'ri. gapning chiroyli 26 şey. bo'pti. Mana 26 bo'pti, 27-yillar bo'pti. Masalan, oldi keyin ekan. To'g'ri. Buna mushundaq masalaning oldini olish uchun ataydan Beijingga bordi deb o'ylayman. Bu xil ahvol hamda texnik jiddiylashganligining alomatida davomli bir tarafdan shikoyat qilgandan ko'ra tamom tayoqni yeyavericha men bu seni uray degandekchu. Bu qatim Xitoyninki Yaponiyaningki taovat avvaliga kirganini ko'rdik. Tamam. Endi buningga mushunchalik to'xtalamdiq. Keyin boshqa qo'shib qo'yadigan Buna tarafı yo'q var. sening bo'lsa. Buningga burun degandek haqiqatan Xitoylik beliqchilik qilyapti, chalg'uvchilarni avatib turyapti. Bularni nahit qilinliq hamda o'tirdalik beliqchi qilyapti, urushib. Keyin u yerdan masalan dengizningki dengiz o'lchaydigan asboblar va ekan qo'sh o'g'irlab olib nima qilsa, Xitoy taraf bularga nima qildi ekan, mukofot bergan. Ba'zi material, ba'zi bir uskunlar hatto 1 million dollarlik uskunlarmi shu nima qilsa, 1 million masalan Aşna eklerligerlege nima taqdirnoma nima berar ekan tuqamdi. Mening Şu ikki taraf balki qurolliq to'qnashib qilishdan saqlanish uchun shundaq biliqchilar o'zaro urushib, undan keyin fuqaroviy to'qnashlarni keltirib chiqaryotadi. Shu ikki tarafningki cho'ng urushga kirib qolg'usi yo'q. Chunki har ikki tarafningki urush aeroplanlari, urush paraxotlari shu rayonda bor. Bu yer bir daş qozonga o'xshaydi qaynayotganchu. Agar kim bu yerda ateş açsa, nazara berib qo'ysa, kim o't yoqsa o portlab ketadi-da, kuyib ketadi. to'g'ri. Unda sen bunga mushinchalik to'xtaylik, keyingi savolga o'tib ketaylik. Kanadaniki mush yaqinda Xitoyninki to'qtuq mashinalariga 100% tamojna beji qo'yibdi-chu. Buniki 2023-yildagi sonliq ma'lumotlarga qarab baqqan bo'lsak, hamda nimaninki Kanadaningki eksport qilgan, o'zi setib olgan, Xitoydan setib olgan mashinaningki eshish nisbati 460% ekan hamda. Bu hamda ajoyib bir yuqori sonda hamda. Xitoyniki bilimiz hamda deymiz bir tarafdan mao boshqa davlatlardagi fuqaroviy korxona hamda Xitoyniki davlat egiligidagi korxona hamda davlat masalan yordam qilib turdi, azon ishchi degandek nurg'un tarafdan yordam qildi. U qarshi tarafdagi davlatlar masalan nim bo'lgandikin bu fuqaroviy korxonalar bo'lgandikin buningga davlat yordam qilmaydi. Keyin bular bir nim qilgan vaqtda raqobat nima deymiz, tangpungsiz bir raqobat kelib chiqadi ekanda hamda. Bu hamda bu nimalarni bildirdi masalan. Hozir Tesla'ningki bu payi %3% tushgandan gapi borchu. Buningga qarata bir tushunchangizni bersangiz. Bu Kanadaningki bu qatimqi harakati nimani tushuntirdi desang, Kanadaningki Amerikaga ergashganligini tushuntirdi. Amerika 5-oyda Xitoyninki butun to'liq avtomobillarga 100% tamojna beji yo'l qo'ygan 8-oydan boshlab ijro qilinishga boshladi. Endi Kanada 26-yil dushanba kuni Xitoyninki elektronlik mashinalarga, to'liq mashinalarga 100% tamojna beji qo'ydiganligini jakoladi. 10-oydan boshlab ijro qilinmoqchi. Endi bu yerda Kanadaningki iddiasi yoki asosi bu xil tamojna beji qo'yishida ekan. Xitoy erkin savdo raqobatiga xiloflik qildi. Xitoy avtomobil shirkatlariga davlat to'liqlam beradi yoki Uyg'ur majburiy emgakiga o'xshash azon yoki hech qanday pul to'lamaydigan ishchilarni ishlatish orqali ishlab chiqaradi. Unda bo'lgan ekan bu yer shahridagi bozor adil bozor raqobatiga xirsat qildi va davlatimizning avtomobil sanoatini vayron qildi. Shuning uchun biz Xitoyninki bu xil avtomobillardan 100% boj olamiz va uni davlatimizdagi o'zimizningki avtomobil shirkatlariga to'liqlama qilib beramiz. Degan
asosga Bir karar. tayinib turib chiqarilgan bir qaror. Endi Xitoy buni Dunyo sog'liq tashkilotiniki tijorat qoidalariga xilof biz Kanadaga javob qaytaramiz deb buningdan noroziligini bildiryotdi. Endi qaraydigan bo'lsak, Kanada bilan Xitoyning munosabati uncha yaxshi emas. 2015dan burun konservativlar hokimiyat beshdagi vaqtda Kanada Xitoy munosabati texmi nachardi. 2015'te hozirgi liberal hukumat keldi, Justin Trudeau. Bunun saylan va'dalaridan biri bu Xitoy bilan bo'lgan munosabatni yaxshilash edi. Xitoy bilan bo'lgan munosabatni belgilik yaxshilagan bo'ldi, ammo 2018-yili Huawei'ning boshqaruvchisi Meng Wanzhou'ni tutib Amerikaga topshirib bergandan keyin yana Kanada Xitoy munosabati buzildi. Xitoy buni o'chirish uchun Xitoydagi Kanadaning 2-3 fuqarosini tutqun qildi. Ondan keyin orada 4-5 yil surtish bo'lib 2021'da bular almashtirildi. Meng Wanzhou'ni Xitoy qaytarib berdi. Xitoy qaytarib berdi, Kanada fuqarolarini Kanada qaytarib berdi. Bu xuddi bir davlatdek emas, bir xil banditlar guruhidek bir munosabat bo'ldi-da bu ikki davlat o'rtasida. Ya'ni Xitoyning qilg'ini shunga o'xshash bir narsa bo'ldi. Xuddi jasuslamlashtirish teklan bir ish bo'ldi. Shundoq bir ish bo'ldi. Shuning bilan iziga tushdi. Ammo yaqinqi mezgillarda Kanada NATO bilan bir qatorda turib Xitoyniki shirkatlariga jazo berishga boshladi. Bu Xitoyniki avtomobil to'qliq avtomobillarga tamojna beji qo'yish, Xitoyniki quyosh energiyasi taxtalariga tamojna beji qo'yish. Ondan boshqa Xitoyniki yana shu yuqori texnikalik mahsulotlarga qarata cheklama qo'yish hozir g'arb davlatlarininki umumyuzlik bir siyosatiga aylanib qoldi. Amerika boshlamchilik qilib hozir boshladi, Kanada ergashdi. Yevropa ittifoqimi 9%dan 30%gacha tamojna beji qo'yish izdinyapti. Davlatlar o'zining ahvoliga qarab bo'lsin deyapti. Ammo bara ularmi 100%ga chiqishi mumkin. Demak, endi bu Xitoy bilan Yevropa yoki G'arb o'rtasidagi savdo urushininki davomli kuchayganligining bir alomati. Undan keyin buni nimaga bog'lab tushunsang, texmo yaxshi tushuna olaysan. Bu yerninki o'tgan oyda Turkiyaga zavod qurish haqidagi qarorlari. Yani Turkiya Yevropa bilan yoki Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi urushdan foydalanmoqchi bo'lyapti bu yerda. Amerikaliklar cheklasa, men ishkimni ochaman, bu yerga kelib quringlar deb. Xitoymi Türkiye'nin O'rta Sharqqa ham Sharqiy Yevropaga Kafkaz her tarafga yechilgan bir koridor bir o'tishma ekan. Shu bu yerdan foydalanaylik da'vatidir. Bu bog'lab tushunsang cho'ng manzaraning bir qismi. To'g'ri. Bir davlatga cheklama yoki embargo yurgizilgan vaqtda buni o'ttirgan bir davlat orqali bu embargodan qutulishni o'ylaydi-ku hamda to'g'ri. Shu o'ylasak teg'im bo'ldi hamda. Yana bir buning qo'shimcha bir savol hamda Yevropa 36%ga chiqadi davlatimiz emasmi? Ammo Tesla'niki 9% ekan bu. Tesla'niki 9%. Tesla'niki. Bu yerdagi hamda buningki bunda ko'tarib o'tishi, bajni. Bu yerdagi masalan Xitoyda nurg'un boshqa davlatlarninki shirkatlari bor, ishlatib qilyapti. Buningki shirkatlarniki chekinib chiqishi yoki masalan hozir jiq davlatlar Tayvanga yoki Tayvan deyman nimaga? Vyetnam bilan nimaga? Hindiston taraflar ko'chyapti shu shirkatlar. Bengal, Sri Lanka. Ash davlatlar ko'chyapti. Buningki masalan bu bajni teg'im yuqori ko'tarishi bu yerdagi shirkatlarniki boshqa davlatlarga ko'chib chiqishini teg'im ilgari suramdi. Yoki ta'sir bo'lmamdi. İlgari surishi mumkin, ha. Chunki Xitoyga bog'langan mahsulotlar qarta tamojna bejini ko'targandan keyin u yerdan ayrilib chiqsa, tamojna bejidan qutuladi-da. Masalan, Sri Lankada ishlangan yoki
Bengal ishlangan mahsulotlarga o'xshash tamojna beji qo'yilmaganligi uchun ham u yerda azon emgak kuchi bo'lganligi uchun u shirkatlarni texnik ko'p foyda erishtirdi. To'g'ri. Biz bunga mushunchalik to'xtalamdik. Bu yerda asosiy maqsad qilingan narsa Xitoyningki bozordagi kuchini ojizlatish, o'zininki yerlik korxonalarni saqlab qolish. Qarasam bu tamojna beji hamda asosli o'zininki milliy korxonalarni saqlab qolishni asos qilgan bir siyosatchi bu. To'g'ri, to'g'ri. Savdo qo'riqchiligi demdik buni. Savdo qo'riqchiligi deymiz. Bu xalqaro savdo axloqi yoki savdo prinsiplariga xilof, ammo hamma davlat o'zininki ishiga kelgancha ijro qiladi. Masalan, bizningki vatandagi nurg'un milliy korxonalar vayron bo'lib ketdi. Nemishqa? Chunki bizning davlatimiz yo'q-da u yerda. Bizning davlatimiz bo'lmagandan ularni qo'g'dimaydi. Shuning bilan o'zing ishlab chiqargan mahsulotningki bahosi ustun bo'lib qoladi. Boshqa bir shirkat qo'shni davlatdan, qo'shni rayondan arzon mahsulotni akatlam satsa, u vayron bo'ladi. Vayron bo'lgandan keyin shuning bilan igilik yo'qaydi. Asli davlat bo'lsa, u chog'da sirtdan kelgan mahsulotga tamojna beji qo'yish orqali uning bahosini o'stiradigan gap. Undan keyin o'zida ishlab chiqargan mahsulotningki hech bo'lmaganda shuning naqiga ekiladigan gap, sirtdan ekelgan narsani yoki undan tushiradigan, o'stiradigan gap. Shuning bilan jigaraq elish uchun qo'llanilgan. Shuning bilan o'zining milliy egiligi saqlanib qoladi. Bu shunday bir tadbir endi. Buni Turkiyami Xitoy mollari qarta ko'p ijro qiladi. Xitoymi Turkiyadan shu to'kma qilib satishga qarshi turish siyosatlaridan ko'p shikoyat qiladi Turkiyani. To'g'ri, to'g'ri. Bu hamda bu gapni anglagandan keyin siyosiy iqtisod darsini qaytadan anglagandek bir xil hissiyat kelib qoldim. Hamda keyingi savolga o'tib ketaylik. Mana BDT'ninki Uyg'ur haqidagi dokladiga naq 2 yil bo'ldi. 2 yil bo'ldi, hamda 2 yil bo'lgandan keyin Michilet xonimmi oxirgi vaqtlarda amal yo'q chiqarib aytgandek bu dokladni chiqargan bo'ldi. Anin keyin chiqargandan keyin hamda bu 2 yil bo'lgan vaqtda qaytadan bir doklad e'lon qildi. Masalan, bu yerdagi nima deymiz, atalmış Şinjan'da bu nimaninki bostirishlarning davom qilinayotganligi, Xitoyninki bu bostirishlarga uchrayotgan, masalan, doklad emas, bayonot shu vaqtda. Bayonot. Buningga jiddiy buning qarta jiddiy bir buningga to'xtashga chaqiriq qildi-chu. Bu hamda bu nimani derak berdi? Masalan, BDT'da hamda Xitoyning nimasi biraz cho'ng hamda. 5 cho'ng davlatdan birisi deymi? Xitoyning xavfsizlik kengashining doimiy a'zolaridan biri. Bu hamda buningki bu Xitoyga nisbatan bo'lgan ta'siri qandaroq bo'ldi? Uyg'urlarga qanchalik bir foyda olib kelishi mumkin? Bu haqida bir to'xtalib beramiz. Sen degandek BDT'ninki Uyg'urlar haqidagi dokladi 2022-yili 9-oyning 27-mi? 8-oyning. 8-oyning 27 deymi? 27. E'lon qilingan. Buningga 2 yil bo'ldi. 2 yilgacha BDT'dan buningda ijobiy bir ilgirlash bo'lmadi. BDT hatto bu dokladni muzokaraga qo'yolmadi, chunki Xitoy qo'llaydigan davlatlar rad qilib keldi bu dokladni. To'g'ri. Xitoyni ayblaydigan davlatlarning soni yetishmadi. Ishqilib BDT bu jihatda tamoman çaresiz yoki isteksiz bir holatda 2 yilni o'tkazib o'tdi. Bu doklad ijro qilinish turibdisida e'lon qilinish uchunmi 6-7 hatta bir yil sudlab ketgan. Uni bilamiz, Xitoyninki besim bilan oxirida Michel Bachelet xizmatdan ayrilishdan 2 soat burun e'lon qilgan. Balkim Volker Turkmi xizmatdan ayrilishdan 2 soat qolganda bir narsa damiki deb o'ylayman. Chunki uning o'rniga kelgan BDTning yangi kishilik huquq boshlig'i hech qanday ahamiyatli ish qilmadi. Hatto hozirgacha Xitoyni ayblaydigan tuzuk, kuchli bir bayonotmi berib boqmadi bu kishicha. To'g'ri. Mush qatimqi bayonotimi uning og'zidan bevosita chiqmagan. Uningki yordamchisi orqali e'lon qilingan bir bayonot. Shu ishlatgan so'zi Xitoyda yoki atalmış Şinjan'da problematic policies, ya'ni masalalar, siyosatlar bor deydi. Ya bu yerda irqiy qirg'inchilik bo'layotdi. Xitoy bir millatni yo'qityotdi. Sen bu yerda siyosatda masala bor demsan,
qabul qilib bo'ladigan so'z emas bu Volker Türker'ning gapichu. Bu munosabat bilan albatta bizniki Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Uyg'ur harakati va boshqa tashkilotlar birlikda kishilik huquqni kuzatish tashkiloti, xalqaro kechirim tashkiloti hammasi bayonot e'lon qilib, BDTni bu dokladni ijro qilishga, bu dokladningki talabi bo'yicha ish qilishga chaqirdi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi bu vaqtda tunugun bayonot e'lon qildi va Xitoyni bu dokumentdagi berilgan takliflarni ijro qilmaslik bilan aybladi. O'xshash shaklda Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonot e'lon qildi. 28-yil shu BDT'ninki bayonotidan keyin. Bular muttahamlarcha BDTni adil bo'lishga chaqirdi. Aldı bilan biz BDT bilan hamkorlashishni xohlaymiz bu masalada dedi, ammo BDT adil bo'lish kerak, betaraf bo'lish kerak dedi. Yeni gapni puratgan tarafi BDT bu masalada Amerikadagi va g'arbdagi kuchlarningki ta'siriga uchrab ketdi. Adil haqqoniy bo'lmadi. Biz bu yerda masala yo'q degan qarshimizda ching turamiz demoqchi Xitoychu. To'g'ri. Ya'ni Xitoyninki bu pozitsiyasi kulkilik, ammo Xitoyninki bu maydonini o'zgartgani yo'q. Yaqinqi mezgillardagi irqiy qirg'inchilik sayohatchiligini tashviqotlarini demasak. Ammo BDTninki bu jihatdagi bichoraligi yoki BDTning bu jihatdagi bo'shonligi haqiqatan kishini afsuslantiradi. Bu qabul qilib bo'ladigan bir narsa emas. Volker Türker'ninki bu bayonotni o'zining bevosita chiqib o'tirib chiqib bermasligi, Xitoyni kuchlik ayblamasligi, Şinjan'da mesele bazı siyasetlerini yol koyuyordu deyişi, Xitoyninki terrorluğa qarshi turish qonunlaridagi masalalarni hal qilish kerak degandek oqmas gaplarni qilib yurishi hozirgacha bu qabul qilib bo'ladigan narsa emas. Qattiq ayblash kerak menimcha. Men ayblayman shaxsan. Endi keyingi savolga o'tib ketsak. Lekin Xitoy Kompartiyasining Markaziy siyosiy byurosiniki G'arbiy rayonni echib etishni tezlatish haqida bir yig'in olib berildi deyman. Shu 23-avgust. Yig'inda ya'ni G'arbiy rayon degan bizning vatanimda. Sharq Turkistonniki hozirgi teg'imi echib etish kerakligi, masalan, ko'plab mablag' selish degandekchu. Taraqqiyotni tezlashtirish ep kelyotdi. Bu yerdagi keng ko'lamda echib etish degan gapning ma'nosini qanday tushunsak bo'ldi? Xitoy 2000-yillardan keyin boshlagan shu g'arbni keng ko'lamda echish degan asosli bizningki Sharq Turkistonni keng jihatni aytgan vaqtda Xitoyninki g'arb davatgan Tibet, Qinxay qatorliq rayonlarga kirdi. Ammo asosli bizning Sharq Turkistonni etishni ko'rsatdi. Amaliyotda bu etish degan gap biz uchun bir haqorat. Nima uchun deganda, etish degan so'z amaliyotda bo'zyalarga qartiladi. Taraqqiy qilmagan cho'llarga qartiladi-ku bu. Mayli Xitoychida bo'lsin, mayli Uyg'urchida bo'lsin. Xitoy so'z ishlatish jihatdan bu yerda bizni qaloq keyinda qilib ko'rsatgan bir so'z ishlatgan bu jihatda. Biz yordam qilyapmiz degan shaklda. Ha, ondan keyin bu yerdagi etish degani amaliyotda Sharq Turkistonninki boyligini keng ko'lamda bulab ketish degan gap. Sharq Turkistonga keng ko'lamda Xitoy ko'chmanlarini yo'tkash degan gap. Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni va boshqa yerlik millatlarni qirib tugutish degan gap. Assimilyatsiya qilish degan gap. Chegarani mustahkamlash degan gap. Xitoy davom deb kelayotgan Şinjanning abadiy amalligi tirnoq ichida. Şinjanning abadiy aminlikini saqlash degan gap. Bu yerdagi abadiy aminlik dal Uyg'urlarningki abadiy yo'qolishi. Bu Xitoylarningki siyosatidan, harakatidan chiqarilgan logikalik bir yakun. Bu yerda so'z o'yintishningki hech qanday ahamiyati yo'q. Xitoyninki g'arbni ichish siyosati Uyg'urlarga ofatdan boshqa narsa olib kelgani yo'q. Bu qatimqi yig'indimi Shi Jinping riyosatchilik qilib ochgan bu qatimqi Xitoy Markaziy komitetining yig'indimi irqiy qirg'inchilik qon purab turadigan so'zlar bor.
yani çıraylık siyasi sözlemlerinin içine yuşurulgan. Biri stratejiyelik plan. Nimdeydi? G'arbiy rayonni etishni strategiyalik yukseklikda tonish kerak deydi. Buni Xitoyning strategiyalik plani sifatida yo'l qo'yish kerak deydi. En Yana bu mühim. yana bu bir strategiya, davlat bexatarlik siyosati degan gap. Ondan keyin chegarani mustahkamlash. Chegarani mustahkamlash. Nima uchun chegarani mustahkamlaysa? Qanday mustahkamlaysa? Xitoyning tarixidan tortib chegarani mustahkamlash usuli o'ttirida ko'chma yo'tkash, yerliklarni yo'qotish yoki sundirish. O Çinsularisidan tortib qilib kelgan siyosat shu. Hatta şu Vonlarning mı nima savsavniki bo'ysundurgan vaqtida mesela u şu yer yayla xalqini ataydan shahar ko'chib akirib, ana keyin bularni terikchilik silib, bular terikchilikni qilmagandan keyin shu bilan bularni kamsitib, tuvan ko'rib, aşağıda nayta bir bak izilgan bir ahvol bor. Mesela u nima deymiz, tarixni surishib kelsak, shu nemislargacha mesela 2000 yıllar, 3000 yıllar burunqi vaqtlarga apaqal bo'ldi-da endi buni. Endi bunga xo'sh, endi keyin yana bir tarmoq bir savol bor ekan endi bu yerda tarmoq bir Bu savol. yerda yana ikki gap qilib olay. Xo'sh. Bu yig'inda yana bir ta'kidlangan narsa yana shu konu hamon millatlar ittifoqligi. Yana Junxo millatining o'rtaq tunishi. Ya bu gaplarningki chet el tilga boshqa tarjimasi bo'lishi mumkin. İngilizce, Arapça, başka tillar. Ama Uygurca tercümesi şu. Uygurlarını assimilasiya qilish, Uygurlarını yo'qotish. Bundan başka tercümesi yok bu sözlerin. Milletler İttifaqligi, Junxo millati o'rtaq tunishi, Uygurlarını Xitoylashtirish, bo'ysunmaganlarni Xitoylashtirish, bo'ysunmaganlarni o'ltirish. Bunun tercümesi şu. Uygurca tercümesi. Yani demekçi bo'lgan gap Xitoy o'zininki irqiy qirg'inchilik siyosatini davomlashtirdi, ko'chma yo'tkazish siyosatini davomlashtirdi, Uyg'urlarni yersiz, ziminsiz, huquqsiz, boyliqsiz qoldirish siyosatini davomlashtirdi. Markazningki, Xitoy markazininki yerlikka bergan buyrug'i. Ana keyin bu yerda ko'plab mablag' silib nomrodlikdan qutuldirish. Nomrodlikdan qutuldirish degan gapni endi qanday tushunamiz? Nomrodlikdan qutuldirish degan gap bu Xitoylarninki Uyg'urlarni zimindan ayirib, Xitoyning ichki shaharlarda, zavodlarda qul qilib ishlatish, Xitoyninki majburiy emgak lagerlarida ishlatish, ularninki yer zaminini Xitoy aqullarga ulashtirib berish. İşte degan gap. Aning keyin eng oxirgi mujnon tarmoq savoli bu endi Xitoyninki buningdagi masalan vatanimizning taraqqiyotiga ko'plab mablag' selinishi mumkinmi shu? Masalan, hozir masalan Uyg'urlarni yo'q qilib etishdi-da, lekin vatanimizga bo'lgan taraqqiyot jihatdan bekroq mablag' selinamdi. Saldı. Bu siyasetler bo'lmagan bu qatimqi yig'in bo'lmagan taqdirdami Xitoy bu bir balvoq bir yo'l siyosatininki ehtiyoji uchun g'oyat zo'r mablag' soldi. Undan boshqa Uyg'urlarni bostirish uchun g'oyat zo'r mablag' soldi. O sinojа shu lagerlar, shu turmalar, shu siyosatlar bekor ijro qilinadi. Hammasi pulga ijro qilinadi. G'oyat zo'r mablag' bilan ilib berilgan irqiy qirg'inchilik bu. Undan boshqa Xitoy chegarani mustahkamlash uchun chegaraga yiltiz tatadigan Xitoylarni o'rlashtirish kerak. Ularga davomli mablag' bilan ta'minlash kerak. Ul aslahalarga mablag' solish kerak. Ular samasimi bizning boyligimiz yetib oshidi. Faqat shuningki ma'lum qismini yoki ko'proq qismini ajratadi degan gapda. Tushundim. Buningga mushunchalik to'xtalsak. Bu Uyg'urlar uchun konu muqam bo'lgandan keyin bek to'xtalmaylarmadim. Biladi bu Xitoylarning nima deydiganligini. To'g'ri.
Yani kendin mavi. Bu nimeniki Uygur yani atalmış Uygur Abdunum rayonunki Halk Kurultayınınki Amerika'nınki iqtisadi jazalarga qarshi 24-yilda bir yig'in o'tkazdi. Yani iliq bilasa nimeniki vatandan paxtasini olmaymiz, noqildigan nurg'un nim jazalar bor a'zo nimga kuchi degandek. Buningga masalan A101 ma ishtag'roq bir doklad e'lon qilibdi. Buningki mazmuni bak, mazmuni qandayroq mazmunlar bo'ldi? Masalan, qandayroq qarshi turdi? Qaysi şekilde bo'ladi buning? Shundoq bir Ben onunki nima? Ben onun konkret kararını ko'rmadim hem tapanmadım. aha. Abdunraylık Halk Kurultayı bir karar makullaptı. Biz Ammabab tildan körülmelerimizge yetkizsek. Bu kararda Amerika'nınki Şinjan'ı çetişlik cazalaş kanunlarına karşı duruş ve ziyankeşlik uçurgan, yani ceza uçurgan Xitay şirketleri ve urullarına yardım beriş kararı iken bu. Bu karar Xitay'nınki Merkezi Komitesi açıkan Xitay Garip'nin keng ko'lamda yetiş hakkındaki yığın bilen bir günde. Abdunum rayonunda yani Ürümçi benimki bu yerde dikkatimde tatkan kısmı hem de onunki konkret şekli mühim emas çünkü Xitay'da adette köpünçe bu yığınlar kararlar kuruq gap. Siyasetler köpünçe iki kısımda hüccetler bilen icra kılınıp mağdu. Ama bu yerde dikkat tatkan neresi şu. Amerika'nınki Şinjan'daki Xitay'nın karxalları şirketlerine bergen cezaları Xitay hükümetinin xilala ziyan uçuratkan ve Xitay bu meseleni ciddi bir mesele katarga gelip hal kılışkan tirişivatkan kılıdı. Qarsak aldın qıtım BDT'ninki bir dokulat yazgıcısına atayten vatanga apırıp şu yerden Amerika'dan cezası hükümet gelmez, xalqqa ziyan saptı digüzdi. Undan keyin Xitoyning tashqi ishlar ministrligi kendi kendidan bayonot e'lon qilib, buningga noroziligini bildirdi. Demak, endi yillardan buyon Uyg'urlarni sanda qilayotganligi, Uyg'urlarni bostirayotganligi haqidagi gaplarga pisand qilmagan Xitoyninki Şinjan'ninki iqtisodiy jon tomiriga zarba beradigan bu qonun tuzumlariga qarata kendi inkos qaytirib ketishlari, bunun uchun lobbichilik, tashviqotchilik ishlarini kuchaytirib elib berishleri, bu qonunlarniki xilali unum berayotganligini ko'rsatadi deb qaraydi. To'g'ri. Nimeniki Bunu bu qatim Uyg'ur Abdunum rayoni Xalq Qurultayining og'zidan degizish, amaliyotda Xitoyda bundaq ishlarni Abdunum rayonlik qurultayning qarori muhim emas bilsa, u bir qo'nchoq organ. To'g'ri. Xitoyning mamlakatda qurultayining qo'nchoq organ. Bütün qarorlar mohiyatlik hamma qaror partikumdan chiqadi. Bu yerda Abdunum rayonlik Xalq Qurultayining qarori orqali qilish bu yerda bir simvollik ahamiyatga ega. Ya'ni Amerikaga yoki tashqi dunyoga Uyg'ur Abdunum rayoni qo'choq bo'lsin bir Abdunum rayoni ya. Yani bu rayonning vakillik organi senin bu kanunlarını cheklash kanunlarını rad qiladi degan bir uchurni bermoqchi va shu orqali bu yerdagi boshliqlarga Uyg'ur ya. Yoki muavini Uyg'ur qo'nchoq. Bu qo'nchoqlarning eg'izi orqali dunyoga Amerika'nınki yürgüzüyotgan siyaset ve kanunlarınınki kanuni asası yo'qligini yoki ojizligini ko'rsatmoqchi. Yani bunu chiritmoqchi bu orqali. Tushundim. Ani kelmami do'yinda bir necha qitim nima yig'in dema 10 navbatlik muhim yig'inmi nima. Buni deb berilgan qarorda nima bo'pti desam, bundan hem de devletninki bu yerlik hükümetler pul ajırtanmaydiganligini hem de muqim mülkten burun muqim mülklerde mesela öyden tapavet pejidan pul bajasımı mı da nimeden bajanmaydı eken tok. Muqim mülk maşina bu bir narsalarni bajanmaydı eken tok. Bundan hem de muqim mülk
nimeler mesela maşina bu bir neslerdim mi? Hakikaten pul olsun mu? Pul bayağı demdi mi? Bajaldı iken de hem bununki. Aşını yerli hükümet takip veriş arkalık bununki nimesini kamdaydı iken hani kendi devletin bunun ayrım pul acırt verenmeydiğini uhturup demdi. Bunu da haberim Bil, yok yani. ben bu bir neç gün nasıl edip gördüm. Aş doğruluk karar hani duyunlu gördüm yani. Onu kömekti mi? Hem ben bu şinçik toxtlayayım size bununla. Keyinki sual ötüp gidelim dok. Hı hı. Hani kendi bu Rabia Hanım'ınki Duh'ninki ma yeni reis namzatları hakkındaki yeni bayanat ilan kıptımdı. Bilimiz Rabia Kadir Hanım ile Duh'ninki sabık reisti. Hı hı. Hem de bu ayanla değişçe hem de ma o nimediki Duh'ninki o 7-8 adamla belki nima qilib olmay buni monopol qilgandek şekilde qilib olmay. Bunu başkalarga mı beringlar mesela Elfidar degandek Üzbeyler degandek bir neçe bununla İngilizce yaxşı olgan bununla qabil bo'lgan adamlarga beringlar. Bununki taraqqiyat üçün do'xning taraqqiyati üçün tegim payliq degandek sözlerini beripdi. Bu gaplarni siz o'rinliq deb qaramsiz yoki buning qarta boshqacha bir tushunchangiz bormi? Ben bu gördüm. Rabia Kadir Hanım'ın Facebook sayfası arkalık ilan kılgan bayanatını. Hı hı. Hem ben bu gaplarning ki urulluq deb qaramsiz desem urulluq terpi bor deb o'ylayman. Hı hı. Ama Rabia Kadir Hanım'ın şundaq deyish nimasi salohiyati yoki shundaq deyishninki bir qimmati bormi desem Yok. yo'q deb o'ylayman. Demişqa Rabia Kadir Hanım'ınki sözü de Dünya Kurultayı'nın mevcut rehberlikini sizler davamlıq bu mensebini ilgilep turmanlar, bunu yaşlılara ötküzüp birinler. Dep Zübeyre Uygur, Elfida İltebir hanımlarını örnek kılıp köz tuttu. Yaşlılara ötünüp biriş, ya ki Zübeyre Elfida hanımlarının bu hizmetlerini kılalış meselesi gelsek, hemen de meseleyi kollayma. Yani her işkilesi vazifesini o üstün çıkalaydıgan layakatlik bizimki taraflarımızdan. Endi Dünya Kurultayı'da orta okşaş çıraylarınki bek uzun körünüp gitiyotganlık. Bu bir ameliyat. Doğru. Ameliyat. Yani kaçan karsan okşaş adamlarını kürüyoruştun kişilerimi zirkidu hem de çok. Şuna bu yaşlaşış, özgürüş, yine akıl, yine kan her vakit teşkilatta can kirgizdiğin nesile. Doğru. Bu noktada elip etken çağda sözü doğru. Hem de Rabia Kadir Hanım'ınki bundak bir sözünü kılış, no pozi, ya ki kılgan sözüne inavadı bağımı desen menençe yok. Sebebi Rabia Kadir Hanım üzdüm mu aynı vakitte 3 nöbet vazife ötügenden keyin çıraylık ya vazife muddeti tuşaş şekilde ya ki olmasa saylan bilen düşken emas. 2017 yılı doktor bir siyasi krizis yüz berdi. Bu krizisni hal qilish uchun ichki qismida bir yan ichi sodisdek bir narsa bo'ldi. Meniki tushunganim. Shuning bilan Rabia Kadir Hanım Ali Dahi, Ali Rahbar degan bir nomga ega qilindi. Ondan keyin Dolqun Aysa rais bo'ldi. Shu shaklda bu masala hal bo'lgan bo'ldi. Ama Rabia Kadir Hanım bu Ali rehberlik o'rnini saqladi mı? Yoki doktikilar uni tatib oldimi, tushirib etdimi? Bunisi bana aniq emas. Lekin Rabia Kadir Hanım bunu davomlashtirmadi. Qarasang doktordan ayrılıp Sharqi Turkiston Milliy Majlisi deb Saidun Turk efendim bilan bir tashkilot qurdi Parijda. Bu tashkilot keyin faoliyat ko'rsatamadi. Şunu bilen Rabia Kadir Hanım olsun, Saidun Türk efendim olsun, halkara sahnede kömüdük. Doğru. Şuna koy. Doğru, doğru. Hem de üzün demokratik bir tertipni ornatmagan, 10 neçə yıl başlamçılık kılgan bir teşkilatta, üzün ölgü tiklep vermegen bir kişinin ki başkalarga
Bu cihetten demokratiya dersi birişi hatağı ilinmaydı. Şu cihetten elip etken çağda Rabia Kadir Hanım'ınki sözününki tesiri bulmaydı dep qarayman. O'xshash mantiqi Dolqun İsa Efendimiz üçünmü inavetlik eğer Dolqun İsa Efendimiz bu qatim vazifesi muddeti toşkan muddetten çıraylık düşmese qayta namazat bulma dep çıkıp yine davamlıq reis bulma dep yürse o çağda doktu saylam kıldık, doktu demokratikleştirdik degan gapning hammasi quruq gap bo'ladi. To'g'ri. Quruq gap bo'ldi. Chunki o'zing amal qilmagan bir qonunga, qoidaga boshqalarni amal qilishni talab qilmaysan. Shundaq-ku. To'g'ri. Şuna aldın qatim ben ta'kidlaganimdek bu qatimqi saylanma Dünya Qurultayidagi demokratiyalashishi inoat uchun intayin muhim. Hamda yana bir masalaga kelsak, Rabia Qodir xonimninki sizningki nima uchun inoat bo'lmaydi deshimdagi yana bir sabab Rabia Qodir xonim Dünya Qurultayiga 10 necha yil rais bo'lgan bo'lishi qaramay aldın qatim Dünya Qurultayininki 20 yilligini tabriklash murosimiga qatnashmadi. Sen dikkat kıldın mı? Dikkat kıldım ha. Ben dikkat kıldım. Çakırılmadı mı? Yoki çakırılgan bolsun mu, kemmedi mi? Bunisi bizge nama'lum. Meyli üzüden bolsun yoki boshqalardan bir narsa anlamadık. Meni çakırmadı degan gapni anlamadım yoki chaqiribdi ekan, bormidi degan gapni, bormidim degan gapni anlamadim. Chaqirilmadi. Hamda Dünya Qurultayidan 20 yillik tabriklangan ekan, albatta Rabia Qodir xonimning eng az bo'lganda bir tabrik so'zi avatishi va uningki o'zi kelmagan taqdirdami u yerda uningki tuhfalari bir eslab o'tilishi kerakdi. Ammo o'tilmadi. Xuddi Dünya Qurultayini o'tgan 20 yilda yolg'iz Dolqun İsa Efendim yetaklab kelgandek bir havoda bu 20 yillik tabriklash murosimi o'tkazildi. Şuna bunundanmı mevcut rehberliktekiler bilen Rabia Qodir xonimning o'rtasidagi munosabatning bek inoq emasligini, yaxshi emasligini ko'rib olaymiz. Bundaq ahvolda Rabia Qodir xonimning so'zininki ta'siri bo'lmaydi menimcha. Xuddi qanday biz tamoq chekadigan bir dadning bolasini tamoq chekishdan to'sqandek bir Şununga o'xshab qoldi. Keşke Rabia Qodir xonim ayni vaqtda Dünya Qurultayini bir demokratik tartibga kirgizgan bo'lsa, shuningga o'zi oldi bilan rioya qilib, chiroyli bir Uyg'urlarningki ma'naviy onasi sifatida Uyg'ur rahbarininki, yo'q Uyg'ur davosiningki rahbari sifatida chiroyli chekinib chiqqan bo'lsa va u hozirgacha do'qninki yig'inlarida, faoliyatlarida bir ma'naviy turib bo'lib, turib kelgan bo'lsa. Keşke. Bunaqa mushunchalik to'xtalayli. Aslida men hozir bir narsa qo'shib qo'yay degan, lekin vaqt o'tib ketdi. Buni qo'shishning hajotim yo'q. Yaqinda shu Facebook'da ko'rib qoldim. Balojiston ozodlik armiyasininki Xitoyga qarshi bayonoti. Ya'ni 3 kun burun bo'pti bu. Yani nimaga o armiyaninki masalan Xitoy bilan Pokistonni ogohlantiribdi. İngliz toza nima emas ekan, toza yaxshi emas ekan, men toza yaxshi tushunmay qoldim. Hindiston nima Xitoy bilan Pokistonni ogohlantirganligi, ya'ni vatanni oxirgacha qo'g'daydiganligi to'g'riliq bir ahdi bergandek turdi. Buningki masalan rayonniki bexatarligi, masalan Xitoyga nisbatan uniki rayonning bexatarligi, Pakistonga nisbatan qanday bo'ladi bu yana? Bunun qarta bir tushuncha beramiz. Bo'ldi. Men ko'rdim o videoni. Ammo o videoning qachon nerda e'lon qilinganligi aniq emas ekan. Uni bizningki Uyg'ur faoliyatchi Abdug'ani Sabit akamiz chiqaribdi. Shu yerdan, sen shu yerdan ko'rding-ku? Ha, shu yerdan ko'rdim. Shu yerdan ko'rdim. Endi uning asli manbasi bo'lmagan bo'lg'achqa, shu videoning o'ziga qarta gap qilish nima emas.
Ammo haliqi mazmuniga kelsak, mazmuni Xitoyni ogohlantiribdi. Xitoyni Pokiston bilan birlashib, bizning vatanimizni mustamlika qilmanglar, tajovuz qilmanglar, bo'lmasa biz sizlarga qattiq zarba beramiz debdi. Hamda bu tashkilot 2019-yilga deyman, Xitoyninki bir mehmonxonada Xitoylarga hujum qilgan. Esingda bormi shu Balochistonda yoki Gvadar port shahridami Xitoyninki xizmatchilarga hujum qilgan. Undan keyinmi Xitoyninki ba'zi kon ishchilari u yerlarda hujum qilish bilan tunilgan bir tashkilot. Endi bu tashkilot Xitoyga nima uchun etishib qoldi? Xitoy bilan nima uchun etishib qoldi desak, Xitoy Pokiston, Afg'oniston bilan hamkorlashib turib, hozir Balochiston rayoniga mablag' saliqliq. Bu yerning kon boyliqlarini to'shiydi, qazidi. Xitoy Pokiston iqtisodiy koridori shu rayonlarni o'z ichiga oladi. Endi bu tashkilot Xitoyninki shu Gvadar portini o'tkazib olishiga qarshi bo'ladi. Gvadar porti bizningki, agar sen aldığan şey olsa bizden elişin gerekti, Pakistan'dan alsan bulmaydı depçu. Doğru. Çünkü bularınki ideologiyası bu içi bolganda, hazırki İran'ınki ma'lum kısmı, Afganistan'ınki Cenubi, ondan keyin Pakistan'ınki Balochiston ülkesi, bular Balochlarning zemini. Bu yerde biz mustaqil Balochiston devleti kurmayız degan qarashga ega. Bu tashkilot haqida ozroq izlanib baktım. Bu tashkilotni Sovet ittifoqi davrida qurilgan Sovet yordamida, shu vaqtdagi Hindiston, Iroq qatorliq davlatlarning yordamida qurilgan tashkilot deb qaraydiganlar bor ekan. 70-yillardagi Balochiston mustaqillik harakatining davomi deb qaraydiganlar bor ekan. Ammo keyin tashlanib qolibdi ekan. Ammo 2000-yillardan keyin bu tashkilot qaytadan jonlanib harakat qilishga boshlabdi. Hozirgacha bular Pokistonga qarshi, asosiy Pokistonga qarshi harbiy qurolli harakatlarni elib berib kelayotgan. Lekin bu tashkilot fuqarolarni ayirmaydigan bo'lg'achqa, maktablarni, doktorxonalarni, hatto mehmonxonalarni, chet ellik sayohatchilarni nishon qilgan bo'lg'achqa, shunga Pakistan tarafidan terror tashkilot deyilishi tabiiy-da. Amerika, Yevropa ittifoqi, Angliya qatorliq davlatlar tarafidan hozir terror tashkilot deb qaraladi ekan. Terrorlik tizimligida bor ekan bu tashkilot. Ana bularningki shu fuqarolarni nishon qilishidagi mantiqisi ma'lum ma'noda aytganda, shu Al-Qoidaninki yoki Daesh'tikilarning qarshi o'xshaydi ekan. Ya'ni mening ziminimni besib olgan dushmanniki askarlarlar emas, fuqarolarmi yoki ularningki vizasini elib, ularningki ijozati bilan kirgan chet elliklarmi o'xshash tajovuzchi deb qaraydi ekan bularchi. Shunday qaraydigan bo'lg'achqa, hatto Balochiston'dagi o'qituvchilarni nishonlagan yerlari bor ekan. Ya'ni sen Pokistonningki darsligini o'tding, Pokistonningki ideologiyasini bizning bolalarimizga singdirding. Balochistonninki mustaqilligini qo'llaydigan ideyani qo'llamading debchi. Shunga terrorlik tashkiloti tizimligida bor ekan nurg'un tashkilotlarningki. Endi bu tashkilot bu yilning 5'ida bu chaqchi nurg'un portlatish voqealarini, hujum qilish voqealarini sodir qilganda, bu yilning 5'ida Pokiston tarafidan bombardimon qilindi. Meni bek hayron qoldirgan bir ish bo'lgandi shu vaqtda. Pokiston kelib bu tashkilotni bombardimon qildi deb Iranning chegarasidagi Balochiston ozodlik armiyasiningki bazalarini bombardimon qildi. Aqadan İran berib Pokistondagi bazalarini bombardimon qildi. O'ylab boqmadim. Yana haliqi urilgan tashkilot o'xshash bir tashkilot, ammo ikki davlat zaminida. Xuddi Pokiston Iranning zaminiga hujum qilsa, Iranmi Pokistonning zaminiga qaytarma zarba berib, bir haliqi tamponlashtirgandek bir ahvol ko'rildi. Ammo har ikkilasininki qonunlik nishoni mushu
Beluchistan Azadlık Teşkilatı idi. Ha, Ben şu bu ne? vakıtta hayran kalıp nemede bu halaka İran bu İsrailiyani urushning o'rniga chiqib Pokistonga atadigan bu bombani debchu. Xabarni ichkirlab ko'rsam shu vaqtda mushtaq bir manzara chiqqan. Yani bu ne? Siyasi tarafta mındağırak bir okuştup baksak bulduk ya. Yani vaqtda mavu Amerika'nınki mavu nimini Yaponiyaga atom bombası taşışı asli mesela Rusya mı Yaponiya bilen düşman, Amerika mı Yaponiya bilen düşman. Ama e, Amerika kep öyle ki nimide mesela nimige bomba taşışıdaki yani bir sebep ne hem mesela bu yerda Rossiyanın küçüyüp Rossiyanınki kivatqanligini yani ki Rossiyani bir agahlandırış berip qo'yish uchun bir qilgandek bir ishkan hamda yani bir siyosiy Ha, analiz. Xuddi shuningazroq o'xshatsak bo'ldi ekan deb qaradim. ishqilib yana diplomatiya jihatdan sening ziminingga nima sababdan bo'lsin boshqalar hujum qilsa sen unga bir qaytarib zarb berishing kerak ya. Bu şekilde bergen bo'ldi ama urulg'ini ishkilasi shu Beluchiston Azadlık Teşkilatı. Piyoz bilan go'sht bir tuqqan, yog' bilan go'sht bir tuqqan, piyozdan ko'ygan degandek ish bo'ldi. Ha, işte. Hamda buningga shunchalik to'xtalayli. Bu Yana bir yerda soat. bu teşkilatni Afg'oniston bilan Hindiston qo'llaydi deb qaraladi ekan. Hech ikkilasi inkor qildi ekan lekin. To'g'ri. Hindiston Pokistonning dushmani bilsa, Afg'onistonningki bu teşkilatni qo'llashini fazla tushunamadim. Balkim Taliban mezgilida Pokiston Amerika bilan birlashib Talibanga zarba bergan bo'lg'achqa terrorlikqa qarshi turish ramkasida. Şunu Talibanlar Pakistan'dan öçeleş için qo'llagan bo'lsa kerak deb qaradim. Ammo hozir qo'llandı bilmayman. Tamam. Hozir qo'llashini mantiqli his qilmayman. Hozir Taliban bilan Pokistondagi munosabati Hem Xitoy bilan munosabat yaxshi. yaxshilangandan keyin shuni hozir qo'llamaslik mumkin. Ammo bu meniki ilishkalar dastlabki uchurlardi. Bu terrorlik tashkiloti deb qaralgan bo'lg'achqa bular haqidagi uchurlar xuddi bizningki Turkiston partiyasi haqidagi uchurlarga o'xshash daratsiz bo'ladi-ku endi. To'g'ri. Shunga bular haqida keskin so'zlash tez. Men bu terrorlik tashkilot qaraqlar bir nechta deydigan bu vaqt o'zgarib ketdi, uni o'tkazib o'taylik. Endi Facebook'ninki Digun kelsa dalikin. Hem de normalde terörizm dersinde mesela terörist teşkilatlarınki nim qilishi aslida bir tarafga nisbatan nima qo'y mesela bir tarafga nisbatan terrorchi yani bir tarafga nisbatan erkinlik qo'g'duvchilar deb qaraldi mesela. Erkinlik jangchilar. Erkinlik jangchilari. Hani keyin bularning ishlatgan sloganlari tarixga nisbatan o'xshamaydigan bo'lib kelganda hamda mao nimaninki mesela ma yaqinqi hozirgi terrorizmga burun hamda nima mesela davlatniki mustaqillik uchun nima qilishga bularniki asosan xalqqa hujum qilmaydigan bizniki faqat maqsadimiz xalq hujum qilmaymiz shu hukumatga qarshi yani o'zimizniki milliy manfaati degandek ashdan nima qildi ham hozirgi bu terrorizmniki har ikki tarafga o'xshash otilib qilishlik birdan bir sabab xalqni ya'ni xalqni nishon qilib qolganlik uchun doktor ya'ni har tarafdan masalan og'rimaganlik uchun deb qaradim. Mening tushuncham bu ekan. Hozir xalqarodan hamda terrorlik haqida gap bo'lib qoldi. Hozir uzrab kelsin. Ko'zga minganlar shu 5ni ko'ra. O'tkazib ko'z bo'ldi. Ham bilimga bilib qo'ymiz. Balkim o'z ko'zga kelgani ko'zi bo'ladi. Terrorlik haqida hamda birlik kelgan ta'bir yo'q hozirgacha. Hech bir davlatningki ta'biri bir-biriga o'xshamaydi. To'g'ri. Masalan, Hamasni deb aytsak, hozir Yevropa, Amerika terrorchi deydi, Xitoy, Turkiya nurg'un davlatlar terrorchi demaydi masalanchu. Terrorist tashkilot demaydi. Ammo bu yerda o'rtaq bir narsa bor. O'rtaq bir narsa o tashkilot siyosiy nishoniga begunoh kishilarni o'ltirish orqali yetmoqchi bu yoki. To'g'ri. Ya'ni ingliz tilida civil deydigan ya'ni qurolli askardan boshqa qo'liga qurol olgan askardan boshqa kishilarning hammasi fuqaro hisoblanadi shundaqku xalqaro qonun bo'yicha. Bu yerda u dushmanningki ko'chman bo'lsin yoki dushman boshlab kelgan uningki xotin bolalari bo'lsin, kim bo'lsa bo'lsin
qo'lga qurol olmagan kishilar fuqaro hisoblanadi. Bularni asosli hujum nishoni qilish va bu orqali siyosiy nishonga yetish tipik terrorlik harakati hisoblanadi. Ammo terrorlikqa qarshi turish bahonasida nurg'un davlatlar o'ziga qarshi tashkilotlarni terrorchi deb bir tayoqda haydaydigan ahvol og'ir. Masalan, Xitoy bizni terrorlikqa bog'lab turib uzundan buyon Uyg'urlarga zarar berib keldi. To'g'ri. Shuningdek hamda ammo fuqaroviy nishonlarni siyosiy maqsadga yetish uchun nishon qilgan bo'lsa, uningki hamda terrorlik hisoblanishida nima yo'q. İxtilaf yo'q. To'g'ri. Nima masalan nima bu? Yevropadagi qaysi bir nima terrorlik tashkiloti bordi? Bularmi ayni vaqtda boshqa? Ondan keyin yana bir nuqtani degan unutib qoldim. Xo'sh. Ondan keyin qurolliq tashkilot, cho'qim qurolliq tashkilotlar bo'lmasligi kerak. Terrorist tashkilot bo'lmasligi uchun. Uning cho'qim ommaviy asosi bo'lishi kerak. Masalan, Al-Qoidani nima uchun terrorist tashkilot deymiz? Chunki uning xalqi yo'q. Daeshni nima uchun terrorist tashkilot deymiz? Chunki uning xalqi yo'q. U muayyan ideologiya uchun kurash qiladi va u ideologiyani amalga oshirish uchun kuch ishlatadi. Shundaqmi? Zo'ravon kuch ishlatadi. Ular uni jihad deydi. Ammo nima uchun masalan Talibanni terrorist tashkilot demaydi nurg'un davlat. Hatto Amerika mu oxirida terrorlik tizimligidan chiqarib o'tadi. Nima uchun Hamasni terrorist tashkilot demaydi? Yoki ixtilof. Nima uchun Suriyadagi Kurdlarni Turkiya terrorist tashkilot deydi, ammo boshqalar demaydi? Chunki ommaviy asosi bor. Xalq bor u yerda, ularni qo'llaydigan yoki ular himoya qiladigan. Şu bir qurolliq tashkilotninki bandit deb atalmasligi, terrorchi deb atalmasligi uchun intayin zarur shartlardan biri xalq omili. Keyningda xalq bo'lgan muddatcha sen siyosiy kuch hisoblanasan. Siyosiy tarping bo'lgan ahvolda sening qurolliq qanoting o'chog'ida o'zini qo'g'dash doirasiga kiradi. To'g'ri. Şuna bizningki Uyg'ur qurolliqlarmi Sharqiy Turkistonda xalqimizningki ichida Xitoy qarshi kurash qilsa xalqaro qonun bo'yicha u terrorlik hisoblanmaydi. Xitoy terrorchi deydi, qo'llovchilari deydi, ammo xalqaro qonun uni terrorchi deyolmaydi. Chunki ommaviy asosi bor. O'zining zaminini qo'g'dash uchun kurash qildi. Fuqaroviy nishonlarni nishoni qilmadi. Harbiy nishonlarga hujum qildi. Bu urush doirasida bir taraf qilinadi. Ammo chet elda xalqning zaminida qurolli kuch bo'lib tursang, terrorchi tashkilot deb qurolganlarning sepida tursang, u chog'da sen bu terrorchi qatorida bir taraf qilinasan, chunki sening ommaviy asosing yo'q-da u yerda. To'g'ri. Bu maxsus to'xtaladigan temalar biz kichkilab ketmaydi. To'g'ri. Men azroq kirmashdim bolalar. Keyin terrorizmga aloqador ayrim bir to'xtalamiz inshaalloh. Bo'ldi, kirmasin bu. Chunki biz normallik masalan nima bor emasmi? Sharq Turkiston partiyasi bor emasmi? Balkim buningga nisbatan bir men terrorizm darsini bir olgandim. Buningga aloqador men tayyorlik qilsam bir ayrim bir to'xtalamiz. Nima terrorizm degan nima debchi? Ayrim bir nima tushuncha beramiz xudoga buyursa. Inchki bir siziq hamda kimning terrorchi emasligini qaror qilish, ammo uning bir umumiy prinsiplari bor hamda. To'g'ri. Masalan, sen xalq odamni o'g'ir desang deyalaysan, sen tilingni belki tutib olmaydi. Ammo qabul qilmaydi-da. To'g'ri. Shunga o'xshash sen xalq odamni terrorchi degan bilan dunyo e'tirof qilmaydi. E'tirof qilmaydigini va yerim qildigini va to'liq qiladiganı var. Eğer to'liq qiladigan o'lcham kuchsan, amal yo'q hamda. Ammo yerim qiladigan o'lcham kuchsan, o'zingni aqlab ketalaysan bir amal qilib, ammo faqat qabul qilmaydigan shaklda bo'lsang, haqsini, dushmaning seni terrorchi da'vasini dunyo qabul qilmaydi buni. To'g'ri. Endi
Sualning yomoniga keldik. Qo'rqitmadimmi? Facebook'daki şu Uygurlarninki nimisi deymiz şimdi. Hem cinslik talaş tartışları. Asli mening bu bak to'xtalg'im yo'q dem buning bir siyosiy nuqtalari bo'lganligi uchun deb. Balkim ikkimizning tushunchasi boshqa bo'lib qolishi mumkin chunki o'tganda bir necha kun oldin bir shunga aloqador bir narsa yozdingiz-ku deyman. Men boshqacha o'ylayman buni. Bu tunigim bundan kim o'tadi? Ya bu talash tortish chiqqandan keyin men kishilik huquq nuqtasidan o'zimning qarashini yozdim Facebook'da. Men buni bek muhim alayda bir tema deb qaramayman. Xuddi güvenlikleştirish deymiz. Eng muhim tema qatoriga kirgizib olgandekchi bir xil. Xalqni mashg'ul qiladigan bir tema deb qarayman endi. Chunki Uyg'urlarda qanchalik nisba yoki u bir sonni aniqligi bo'ladigan yoki mundaq nim qilib bo'ladigan bir masala emas. U endi nim qilsa o'zining ishi shu. Nim qilsa uning ishiga aralashmaymiz uyda. Ammo bu o'ttirg'i chiqqandan keyin bir ijtimoiy bir masala bo'lib qoldi emasmi? Ani keyin bu biz degandek belki boshqalar set til bilan nim qilgan vaqtda ham necha qiz degandek mushta set tillar bilan nim qilgan bo'ldi. Sen ishlatma so'zlarni. İşletme, programda işletme ondan so'zlar. Bu mesela umumyüzlük qarshi turildi deb qaradim. Hem birsiga muhim masala emas deb qarashimdagi sabab xalqqa nisbatan hozirgi o'zimizning masalalarga nisbatan alayda bir muhim masala emas deb qarayman. Chunki buni davlatimiz qurilib bo'lgan chog'da buning sansipirli egallanib bo'lib ma'lum bir taxminiy sonlarni qilib bo'lgandan keyin buni manchilik adam borkan buni manda bir narsani qarab chiqishimiz kerak deb. Masalan, ba'zi davlatlar bunga nisbatan qonun ishlab chiqaryapti emasmi? Nim qo'yadi. Anin keyin bu yana birsiga xalqning qarshi turishini buni o'ttirga chiqqan kishilarmi buni to'g'ri tushunmayapti-ku. Nimishqa degan chog'da hamda xalqimizda asosan musulmon bo'lgandan keyin bu yerdagi tilga ilinayotgan narsa qarshi tarafning emas, hatto ba'zi bir rasm choplab qo'yibdi masalan. Agar o'g'lingiz mushta bo'lib qolgan bo'lsa, qanday qaraytingiz degan vaqtdan keyin men to'g'ri qaraytdim bu degandan keyin buningga nisbatan voy bu boshqa atrofimizdagi odamni qabul qilolmayotsak bu o'g'illi bolalar mushta bo'lib qolsa qabul qildi ekan bu degan shaklda alaydilik yuqori saviyaga chiqib ketdi shu hamda. Teg'imbek bu qalaymaqam bo'lib ketdi o'ttirdi. Ya'ni naytlik setgaplar bilan tillanib qarshilik uchurdi. Menimcha buning o'ttirib chiqish ahamiyati bormidi? Buning qanday qaraysiz? Menimcha bu temaninki o'ttirg'i qo'yilish Uyg'urchada o'ttirg'i qo'yilish ahamiyati yo'q deb qarayman. Sen degandek bu hozir Amerikada, Yevropada uzundan buyon talash tortish qilinib kelgan bir masala. Bu davlatlarmi bu masalani hal qilib bo'lolmadi. Amerikaning har qatamliq prezident saylovlarida bu masala ikki tarafniki saylam raqobat va'dalarining biri. Bir taraf yo'l qo'yma deydi, bir taraf cheklayma deydi masalan. Bu xil temadagi ishlardan bir qanchasi bor. Biri bu hamjins deganimiz cho'nroq keng doiraga chachsak buni LGBT gruppasi shaxslari masalasi, yana biri homila tushirish masalasi. Ondan keyin normal ayollarning nikohsiz turish masalasi, ya'ni oila qurmoq uchun. Bu xil masala hamda davomli munozara qilinib kelyapti. Hozirgacha ba'zi davlatlar bu masalani qonuniy jihatdan hal qilgan bo'ldi. Ya'ni qonun tuzib bu kishilarning kimligini e'tirof qildi, salohiyat berdi va bu kishilar o'rtasidagi nikoh va ulardan tug'ilgan farzandlarni davlat normal kishilar sifatida qabul qilishga boshladi. Endi ba'zi davlatlar buni hozirgacha qattiq tadbir qo'llanmagan asosda tashlab qo'yapti. Masalan, Turkiyami shundoq. Turkiyada hozirgacha soqchilarning undaq ishlarni tutib jazolaganini anglamadik. Ammo ularningki haq-huquqlari qonun tarafidan qo'g'dilib, ular bir kimlik sifatida davlat tarafidan e'tirof qilindimi desam, yo'q.
Ondan başka dünyanın bazı rayonları da mesela İran'da, Afganistan'daki rayonlarda okuldaki insanlar öldürülüyordu. Ölüm tehditine duç kılıvatıdı. Şunun için növbette kişilik hukuk teşkilatlarınınki en köngül bilip qoğdaydıgan adamlar türkümünden biri däl şu LGBT insanlar. Çünkü insanlarınki yaşaş hukuku bu dahli terörsüz. O qaysı kişilik hukuk noktasını aytqan vaqtimizda ular qaysı dinga, qaysı jinsga tabi bo'lishdan qat'iy nazar, qaysi xil jinsiy yuzlanishga tabi bo'lishdan qat'iy nazar ularning yashash huquqi dahli terörsüzge uçurmaslık gerek. Bunun için garip devletlerininki panalık bir kategoriyasının biri muşhildeki insanlar. Biz dini itikadımız tüpeyildin, milli kimlikimiz tüpeyildin Xitayning bastırışı uçuravatımız. Bu xildeki insanlar jinsiy yuzlanish tüpeyildin bu xil bastırışı uçuravatıdı. Kişilik hukuk noktasını aytqan vaqtda o'xshash. Ammo meniki yozmamda ta'kidlaganim shu. Bu xil masalalarni chiroyli munozara qilsak, hal qilsak bo'ladi, ammo bu xil insonlarni chanayma, osima desak bo'lmaydi. Chunki bu o'zimizningki qilayotgan davosiga ziyonliq. Biz davoni Uyg'urlar ichida, islom davlatlari ichida ham qilsak tamam. Ammo biz dunyoda qilsak, u chog'da bu yerda bir logikalik zidliklar ichiga kirib qolamiz. Kimlik tüpeyilden yeklanayotgan insanlar buluş sübutimiz bilen yani başkalarının kimlikini yeklasak, yaxşı görmesek buludu, yaktığımızsak buldu. Ben mi yaktırmayım? Ondaki insanlar ben mi yaktırmayım? Çünkü benim tabiatim kötürmeydi. Ama ulanın yaşaş hukukunu hürmet kılış gerek. Bu yerdeki hürmet kılış ulanı kötürüş denge yapamaz. Ulanın mevcutluk boşluğunu kabul kılın denge. Yoki bular tanqid bergan vaqtda iliq haqorat emas. Ulan Buni ilmiy logik ulanı hakaretlemem, ulanı tıllamam, ulanı öldürüp etmem. Ulanın yaşaş hukukunu itiraf kılın degan gap. Çünkü insanlar tarixdan bu yan özüge o'xshamaganlarni o'ltirganligi tufaylidan irqiy qirg'inchilik kelib chiqdi. O'ziga o'xshamaganlarni o'ltirganligi tufaylidan diniy qirg'inchiliklar kelib chiqdi. Shundaq-ku. Hem de özümüzge o'xshamagan jinsliklarni o'ltirsak, jinsiy qirg'inchilik elib boramdiq dunyoda. Deyilayotgan narsa shu. Ammo xalqimiz musulmon xalq. İslamda uning hukmi aniq, munozara qiladigan narsa emas. Undaq bo'lgandan keyin buningga qaytgan inkosini to'g'ri tushunishga bo'ldi. Sezgirlikini-chu. Ammo her qanday bir mesele ijtimoiylashgan vaqtda, siyosiylashgan vaqtda uni hayajon bilan hal qilolmaysiz. Hal qilolmaysiz. Masalan, şu yerdagi talash tortishdan chiqqan narsami, balangiz shunday bo'lib qolsa qanday qilasiz degan javobga qabul qilaman deb turdi Ayub apandim shundaq-ku. Sualni so'rabdi, sualning javobidan rozi bo'lmabdi. Razı olmaydigan sualni sormang qarindishim. Çünkü sizga razı bo'lgudek, qo'ng'izgidek javob berish majburiyati yo'q hech kimning. Shundaqmi ya? Bir sualni so'zdingiz birovdan, uning javobini olgandan keyin xohlasangiz razı bo'ling, xohlamasangiz razı bo'lmang. Ammo uni sazoyi qilishning o'rni yo'q. Uning qarashi shukan. Siz bo'lsangiz qanday qilardingiz? O'ltirib o'tamsiz, haqqingiz yo'q. Aldığınızda iki xil tanlash var. Chiroyli nasihat qilasiz. Balam, bu ishning yo'li bundoq. Bu insonning tabiatiga uyg'un emas. Shunga buni siz o'zgarting deb unga yordam berasiz. Kasal bo'lsa davolaysiz. Agar bek bo'lmasa 18 yoshdan eshib ketgan kishi bo'lsa, siz madaniy bir davlatda uni boshqara olmaysiz. Shundaq-ku. To'g'ri. Uningga siz zulm qila olmaysiz, uningga besim qila olmaysiz. O'zining yo'lini o'zi tanlaydi. Sizga qolgan narsa uni qabul qilish yoki bo'lmasa chek-chegarani ayirish. Sen mening balam emas desangiz bo'ldi. Ukam emas desangiz bo'ldi. Yoki bo'lmasa shu payt qabul qilsangiz bo'ldi. Ya'ni bu bir tapanni silib tushish masalani hal qilishning chorasi emas.
Mening da'vatqinim shu, ammo xalqimizning bu jihatga qizg'inligini qabul qilamiz, hissiyotini tushunamiz. Bu masalani o'ttirg'a olib chiqish mencha to'g'ri emas. Bo'libmi bizga o'xshash irqiy qirg'inchilik girdobida qolgan, sen da'vatqandek bizda u xil kishilarniki nisbati qanchalik uni bilmaydigan, nihoyatda kichik bir nisbatdagi insonlarning masalasini xuddi bir davlat bexatarlik masalasida ko'tarib chiqib ketishlarninki, bizningki ulamolarning ularni tashkilotlardan qo'g'lab chiqarish kerak, bunda odamlar kun ko'rsatmaslik kerak, aloqani uzish kerak, hadidi shodidi deb yurishtirishning hojati yo'q. Parvo qilmaslik yaxshi usul. Chunki u xil insonlar nihoyat oz nisbatdagi insonlar. Sen uni qancha ko'tarsan, qancha chin qilsang, shuning bilan u texma millatninki diqqati, ko'z qarashi boshqa munosabatsiz tarafga og'adi. Mening qarashim shu bu masalaga qarata. Mening qarashim qanday desa, buni boshchilik ep chiqqan vaqtda xalsang nima ish qilsam qil, lekin buni masalan deymizku, bu bir masalan nimaga berib, balki Hindistonga berib, bir odam nima qilmasligi mumkin, butqa ibodat qilganlarni, kalga ibodat qilganlarni tillamaslik mumkin-ku hamda. Bu qanday deymiz degan vaqtda hamda xalqninki buni yaxshi ko'rmaydiganligini aniq bildi. Hatto u ashta bo'lib qolgan odamlarmi o'zini yo'shirdi-ku hamda. Bunda bo'lgandan keyin bu yerda aşağıdaki xalqqa nim qilganlik neymiz, hurmat qilgan asosda buni o'zingning uyda nima ish qilsang, boshqalar bilan yo'shirgan holatda nima ish qilsang bo'ladi. Masalan, deylikki, siz masalan bir odam mening erkinligim deb turib, u kiyimini sevitib yo'lda mangsa bo'lmaydi. Yo'lda mangan vaqtda bu xalqniki norozilik uchraydigan bo'lganligi uchun uning erkinligi yo'q. Bu erkinlik. Uning unda erkinlik yo'q. Bu yerda tamam, seninki buni xalqni rahatsız qilmagan shaklda, buni ijtimoiylashtirib etmagan shaklda o'zingniki qolganini qilsang bo'ladi. Bizda hech kimniki qilish nimasi yo'q. Huquqi, unda haqqim yo'q. Qilolmaymiz yani. Uni ya o'zgartirmaymiz. Bizning unda o'zgartib qo'yish yoki nimamiz yo'q. Uning erkinligi. Ammo buni bir ijtimoiy masala sifatida masalan, xuddi mening kimni sevitishim o'zimning erkinligi deb turib, boshqalarningki qimmat qarashini qabul qilmagandek bir xil ashta o'yladim. Anin keyin buning qarshi turganlarningmi buni bir nima shaklda emas, chiroyli bir shaklda qarshi turish kerakda, manda debchi, yoki buning qarshi turmiz, manda deb bir nima shaklda til haqorat qilmagan shaklda qarshi turish kerakda. Maalesef Shu bu yerda masalaninki biologiyalik tarafi bor. Ondan keyin masalaninki siyosiy tarafi bor, masalaning qonuniy tarafi bor. Ammo bizningki qarshi turgan kishilarimiz faqat diniy nuqtadan shariatda cheklangan, la'nat qilingan qavmninki odatini qilgan degan nuqtadan chiqiblar uni chalma-kesak qilyotdi demdik yoki toshburon qilyotdi. Ammo bugungi madaniy dunyo, ya'ni Yevropa, Amerika xohlagan yerga borsangiz bering, u shariatning hukmi bo'yicha Lot qavmininki kechmishi bo'yicha masalalarga qaramaydi. Yevropadagi, Amerikadagi bu xil yuzlanishga qarshi turayotgan kishilarmi bu kishilarningki shaxsiy hayotining qanday bo'lishi bilan kari bo'lmaydi. Faqat bu masalani qonunlashtirish, siyosiylashtirishga kelgan vaqtda qarshi turdi. Xuddi sen bayan misol olgandek, masalan, erkinlikim deb yalang'och yursa, bu ijtimoiy tartibga xilof. Shundaqmi? To'g'ri. Bu chog'da buningga boshqalar aralashadi. Shuningga o'xshash bu ishlarni umumlashtirgan vaqtda buni qonuniylashtiramiz, siyosiylashtiramiz deganda qarshi chiqyapti hozircha bu yerdagi masala. Ammo shaxsiy hayotidagi ishlarga ularmi o'zininki ishi deydi endi. Shuni bu agar shaxsiy hayotidan halqib ijtimoiy jamiyatning ishiga aylangan bo'lsa, masalasiga aylangan bo'lsa, u chog'da uni hal qilishning chorasi madaniy dunyoda chiroyli munozara qilish.
chiroyli munozara qilish, ularni qoyil qilish yoki ular sizni qoyil qilish. Gapning to'chkisi. Oxirida endi bir-birini qoyil qildiganlarning soni ko'paygan vaqtda demokratik davlatlarda saylan bo'ldi. Saylamda har qaysi partiyalar o'zininki saylovchilarga vakolatan saylam qatnashidi. Shuning bilan ular ko'p sonliqni egallasa, ularningki gapi gap bo'ladi. Ularga qarshilar ko'p sonliqni egallasa, qarshilarning gapi gap bo'ladi. Ya'ni bu yerda ishni mayli diniy to'qinish olsun, mayli milliy to'qinish olsun, mayli jinsiy to'qinish olsun, nima bo'lsin, buni madaniy hal qilishning mexanizmi allaqachon demokratik davlatlarda barpo bo'lib bo'lgan narsa. Shunga bu xildagi insonlarni haqorat qilish, tillash, o'ldirish, tahdid silish bu hech bir madaniy jamiyat qabul qiladigan narsa emas. Ammo ularning harakatini ijtimoiylashtirishini, buni qonunlashtirishini rad qilish, buning uchun qarshilik ko'rsatish, buning uchun lobbichilik qilish, davlatlarni buni cheklaydigan qonunlarni chiqarishga safarbar qilish, bu madaniy qarshi turishga kirdi. Men yozmamda shuni dedim. Madaniy qarshi tursangiz bo'ldi dedim. Bunun ham mushunchalik to'xtalayli, bu menimcha yetarli deb qarayman. Sizga oshirib biz oshirib o'tdik. Bizmi güvenlikleştirib olgandek buni. Shu ashta bo'ldi-da endi. Bu haliqi ijtimoiy masala ko'tarilib chiqib ketgandan keyin amal yo'q qarshi chiqqan. Chiqdi-da, endi to'g'ri chiqmagan bo'lsa, bizmi xalqniki ko'chada o'tirib nimada uyda paranglashgan bo'lsa, bizmi muloyiza qilmaydik. Uyg'ur jamiyatiga anchalik chachradi bu ish, ammo g'arb jamiyatida davomli mavjud. Dunyo Uyg'urlarning iborat emas. Hozir biz texmo cho'ng bir dunyoga ichilyapmiz hozircha. Shunga bu masalalarga nisbatan tunishning bo'lg'ini mencha foydali, chunki Yevropaga nurg'un Uyg'urlar ketdi, ya'ni ketyapti. O'z yashayotgan davlatning qonuniy siyosiy yuzlanishi, ijtimoiy yuzlanishidan xabarsiz holatda yashab bo'lmaydi, chunki qonun tuzumlash shu davlatdagi asosiy qonunga qarshi tuziladigan bo'lg'achqa ta'sirga uchraymizda buningki. To'g'ri. Tugitlar. O'tib ketdi. Endi mavo yo'q, yana bir ikki savol bor yana. Yana shu 2 soatni qilamiz sen. 1 soatda tugataysan. Yo'q, endi amal yo'q-da, uzrab ketdi bu. Türkilogma Erhan Aydın'daki Xitay teşvikatı. Mesela bu demmelik yani vaqtma nimede Ankara Üniversitesi ders bergen boğum ete aştağırak gördüm mü? Bunun nimeki ekistiki bayanatı qandaq boptu desem de Xitay baş elçixanasının yardımıyla köplegen Türk ve Xitay vatandaşları ailesleneceğim boldu. Yani kendi ayalımı anısıga 20 gün hizmetinde buluşqa müyesser boldu. Hani kendi ürümçini bir vakitden görüşkü nisip oldu degendek şekilde acayip bir külkülük bir bayanat beriptim de. Bu bayanat ne hem de bayanattan biz melek bununki derece qanchalik zulümdeki qanchalik ağır keldigini nim qilsak bo'ldi deb o'ylayman. Chunki bir davlatning vatandashi o'zining davlatiga berish uchun konsulning yordami bilan u yerda bir yoki turayotgan davlatda bir urush bo'lmadi. Nayt chiroyli shaklda o'zining davlatiga qaytib, ota-onasi bilan ko'rishib, xizmatini qilib, aqiba buni xuddi Xitoy hukumati nayt yaxshi bir xizmat qilyapti, bir bu yerda nima yo'q degandek gaqqan bo'lsa-mu, bu yerda bir xuddi buni yanılamı Xitay'nınki nayt zulümden nayt eşip gitip qallık. Bu yerdeki erkek qırğınçılıqnınki yak bolmasın ailedekiler bilen görüşemeyotganlığına bir şahitlik hem de hesaptı. Ama bu külkülük bayanatda hem de bu nayt Xitay'da memnun bolğanlığını aytip hamda. Ya bu yerden sözünü kesip ben. Bu yerden texmi hem içinişlik hem külkülük bolğunu
Bu kişininki ayoli Uyg'ur. Bu ayoli tutulup ketgan vaqtda vatanga berib, Turkiya vatandoshi turib tutulup ketgan vaqtda bu kishi va bu yerdagi nurg'un turk akademisyenlar qutqizib buni quyitish uchun Xitoyga murojaat qilib bayonotlarni e'lon qilgan. Ayni vaqtda biz Uyg'urlarmi buning uchun Xitoyga qarshi bularniki ovozini chiqarish bu ayolning quyib berilish uchun xizmat qilgan, faoliyat qilgan ijtimoiy tarmoqlarda. Hani bu ayol quyib berilgandan keyin Uyg'urlar uchun bir haq qilarmikan, lager shohidlaridan biri bo'larmikan deb umidimiz botdi. Ammo bu ayol buni yerda qo'ydi. Hech qanday Uyg'urlarga foydali bir gapni qilmadi. Yani tatqan zulümlerini so'zlamadi, Xitoyga rahmatini aytib tugatdi. Bo'pti, bir Uyg'ur bo'lsa-mu lagerdan qutulib, Xitoydan qutulib yashadi deb xo'sh bo'ldik. Ama bu qatim bo'lsa Xitoy elchixonasi tashkillagan faoliyatda berib, u yerda yana Xitoyning tashviqotini qilib, jallatiga oshiq bo'lgan degan bir gap bor-ku. Jallatiga oshiq bo'lgan shaklda tashakkurlar Çin konsolosluğu deb yozibdi. Teşekkürler Çin büyükelçiliği debdi-mu yoki ashta deb yozibdi. Yani Xitoyga teşekkürünü bildiribdi. Endi bu nuqtadan elib aytganda bu bir tuzkorlik endi-chi. Uyg'ur xalqiga, Uyg'urlardan ichigan nomga, Uyg'urlarningki beqib cho'ng qilganiga va Uyg'urlarningki uni qutuldirish uchun ko'rsatgan tirishchanligi qilingan bir tuzkorlik endi. Turklarningki buningga tashakkur aytganligimi bir nima deymiz? Şermendelik. Manqurtluq demdik. Ya senin devletin var. Çoğun bir Türkiye Cumhuriyeti devletin var kendinde. Sen bir Türkülük, Uygur'un tədqiq qılmadı nantifişiden yıllardan bu yan. Beycinler'e bağlandı, Ürümçiler'e bağlandı, Uygurlar seni tutuvaldı. Seni miman kıldı. Uygur alimler yazgan kitaplarını ekilip, tədqiq qılıp, tədqiq qılmadı, şunu tercüme qılıp, makalelerini yazıp, ünvanını östədin. Uygur üçün azırgacha bir ağız gap qilmadan bo'ldi. Endi nima sharmandachilik bu? Xitoyga berib endi ayoling bilan seni kurash tuqqanlar bilan kurashga qo'ygani uchun bu sharmandachilikni bir bilim odamiga yarashtirolmadim men. Bu demisimi endi aslida endi sen so'g'andikin so'zlayman da bo'lmasa ben Türkiye'deki Türkülüklerden allaqachon umidimni uzayotgan. Çünkü biz Uyg'urlar irqiy qirg'inchilikka uchrab eng qo'llovchiga muhtoj bo'lgan mezgilda 2018-2019'da Amerikadan, Yevropadan Uyg'urlarningki nonni yeb suyini ichib o'qiganlar keyin Uyg'urlar uchun ovoz chiqadi, Turkiyadan chiqamadi. Turkiyadagi Türkülüklerden men allaqachon umidimni uzayotgan. Bulardan Türkologiya haqida bilim bor ekan, Turanchilik haqida, Turkchilik haqida qo'rqish bor ekan, vicdan yo'q ekan bularda. Yani bularda menfaatdan boshqani tutmaydi ekan bular. Devleti qaysi tarafga qash ostida shu tarafga ish qildi ekan, Turkiya hukumati Uyg'urlarni qo'llamagan ekan, shu tufayli qo'llamadimikin deyman. Andan keyin bularda akademik vicdan hurligi yo'q ekan. Bu tarix derslerinde sen Uygurlarning medeniyet xalq deb o'tmamsa, konferanslarında davamlı Qutadg'u birlikten Türk Tillar Divanı'nda naqllarni olmamsa, bilgi qolganlarning so'zlarini naql qilib so'zlamamsa kishilarga to'xtamay. Realliqim. Şu men Türkiye'deki Türkologiya asasında allaqachon umidimni uzayotgan. Bu kishi shularningki nima Bir örnek. bo'ldi, haqorat qilmay hech kimga. Shularning yuzini yana bir qatim ko'rsatib bergan bo'ldi. Endi eng oxirgi bir savol keldi. Yaqin oyoqi masalan nimadan hozirgi nimda xalqarada
nim qilyapkan masalan Dünya Qurultayı bolsun yoki Sharq O'zbekiston tashkilotlari birligi deymiz. Ulardan boshqami masalan tashkilotlar hali yomon emas jonliq deyiladi bir faoliyat qilishga tirishib qilyapti masalan oldin qapti uning oldin qaptisimi Sharq Turkiston surgun dokumentiniki qilayotgan xizmatlarga aloqador bir pozitiv taraflari taqdirlashga tegishli taraflarini deb o'tgan bo'ldik. Endi bu qatam nima Uyg'ur hurlik munbiri deb bir tashkilot qurilibdi ekan. Buniki nimasi? Ümit Agahi efendimning. Shunaqa deyman. Keyin bu bularninki nemis bo'yicha bayonot tuzish qarsak hamda 24-yilda Koreyada bir qism aktivist bu peshqadam yosh siyosatchi degandeklar bilan birga Koreyadagi masalan Uyg'urlarning do'stlik munbiri shundaqroq. Uyg'ur hurlik munbiri Koreya tarmoq qurildi deb shundaq nim qilibdi hamda. Buning qarta bir tushunchangiz qandaroq? Men bu tordan ko'rdim bularninki Koreyadagi faoliyatni. Men diqqatimni shu faoliyat tortdi. Rostga qilsam ilgari bularninki faoliyatini Turkiyada bir qishqatim yig'in ochdi. Anlagan, ko'rgan, ammo bek diqqatimni tortmagan. Chunki o'zing bilsa yaqinqi yillarda yig'in to'yg'izayotdi bizning xalqimizni. To'g'ri. To'la yig'in, to'la muhokama yig'ini, ijroat, amaliyot yo'q. Shunga parvo qilmagan, ammo bu qatim Koreyaga elib borgan faoliyati diqqatimni tortdi, chunki Koreyada Uyg'urlarninki siyosiy faoliyat olib borganligi haqida ma'lumot ko'rmagan bu vaqtgacha. Yaponiyada biroz faoliyatlarimiz jonliq, ammo Koreyada yo'qdi. Malayziya, Indoneziyaga chiqib bordi bir qism tashkilotlar. Men burun ishlagan Uyg'ur tadqiqot markazidagilarmi bu yerlarda faoliyatlarni olib berib keldi. Ammo Koreyada faoliyat qilmagan bo'lg'achqa bu qatim bu Ümit Hamid taxallus Agahi deyman. Agahi deyman. Ümit Agahi efendimninki bu yerdagi faoliyatlari, bu yerdagi siyosiy yo'llar bilan ko'rishib tushgan rasmlari, ondan keyin Mehrigul Tursun bilan guvohlik faoliyatlarini o'tkazganligi mening diqqatimni tortdi. Bularninki Atlant TV'de o'tkazgan bir suhbat programmasi bor ekan, bir qancha kun oldida. Men shu programmani bir qur ko'rdim, shulardan ularning faoliyatlarini o'qidim. Ammo bu tashkilotninki men tashkilot deb qaramaydim. Ümit Agahi efendim bizning tashkilotimiz deb tanishtirdi. Men bir munbarga o'xshash bir so'rin deb biletdim hamdichu. Chunki ismidan Uyg'ur hurlik munbiri bo'lgandan keyin nima yig'in faoliyat shaklidagi nima o'xshaydi deb biletdim. Tashkilotimiz deb tanishtirdi. A'zolarning borlig'ini tilga oldi. Suyundim bundaq bir yangi ilgirlashning bo'lganligidan. Ammo yetarlik tushunib olmadim rostga qilsam. Shuni o'zini ko'proq tanishtirishga muhtoj ekan deb qaradim. O'ziningki o'tmishini, masalan, burun Dünya Qurultayida ishlagan deyman u akimiz. Ammo men bilmaydi ekanman, tanımaydi ekanman o'tmishini. Shunga o'zini chiroq tanishtirish faoliyatlarini tanishtirishi kerak ekan deb qaradim. Qilgan faoliyatlari diqqatimni tortdi. Emse bugungi nimasi mushayda tükkan bo'ldi. Oxirida tugdimi? Oxiri Allohga shukr tugdi. Yani keyin oxirida yana ko'rurmanlarimizga deydiganimiz buni taqib qo'yishinglarni. Yani keyin buning qarta faqat kamchiliklarimiz bilan emas, ijobiy tarafdan bizni rag'batlantiradigan inkoslarni yozishinglarni masalan, oldingi programmada masalan bu nayt yaxshi bo'lyapti degandek inkoslar tushibdi ekan. Ben suyundim hem de. Bir xilal yaxshi maqtab qo'ysa suyunib ketadi. Hem de nima tanqidiy fikrlarmi bizni nim qildi shu, hem de o'yg'oq tutadi har vaqt diqqat qilishimiz tegishligimiz narsalarni deb turdi. Lekin bu yerda yana bir pozitiv, yani bizga bo'lgan ijobiy inkoslarmi bizni Tig'inbek buningki buni qilishga bir
bir kuch quvvat ato qildigan bo'ldi, ato qildi İlham ekan, ham bo'ldi. ilhom bo'ldi ekan. Bununga nisbatan hamda ijobiy inkoslarni yezib turishinglarni, buni taqib qo'yishinglarni, aniken bu yerdagi ko'z qarashinglarni yoki buning qarata bir savollarni so'rashinglarni umid qilamiz. Aniken nimadan bir savol so'rab ekan to'q. Buningga biroz qisqa javob berib bersak bo'ladimi yo keyingi Bununla endi kelesanda bir eylemenci. Benim aslında cevap bergim battı. Bir kardeşimiz sual soğan. Yine şu nemege gitti mesela. Ukrayna, Livan, İsrail'e biraz vaqt dayısı ken sual boğallık için ben çikilerdi cevap versek mi çıkmayımız. Hazır to'g'ri 1 saat 40 minutni qildim. qildik. 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 Mayli, Sen beni hammalarga ko'pdan ko'p rahmat. baş qilmay şuna 1 saat 40 minut oldu. Bo'ldi. Ko'pchilikdan kechirim so'raymiz. Amiz kelar hafta ko'rishguncha omon bo'linglar. Deganimdek, taqib qo'yishinglarni, buningga nisbatan inkoslarni yezishinglarni, savollarni so'rashinglarni umid qilamiz. Ko'pdan ko'p rahmat. Allohga omonat, ko'rishguncha omon bo'linglar.